Petrushkaning foydali taraflari. Birinchi navbatda qizlar go'zalligiga go'zallik qo'shadi. Petrushka salat va taomlarda ishlatsangiz bemalol bo'laveradi. Go'zallikda juda ham foydali. Suzma yoki qatiqlarga aralashtirib yuzga surilsa, yuzdagi dog'larni, sepkillarni tirishlar uchun juda foydali. Ularni ketqizadi. Salatlarga qo'shib iste'mol qilsangiz, oshqozon ichak kasalliklariga juda foydali. Ovqat hazm qilishni ovqat hazm qiladi. Limon bilan aralashtirib yuz yuvilsa, yuzingizni juda ham tiniq, go'zal qiladi. Yo'talda yordam beradi. Jigar va taloq uchun foydali. Siydik haydaydi. Hayzni qo'zg'atadi. Buyrak, qovuq va bachadonni tozalaydi. Kaliy, kalsiy, temir effekt moylari petrushkada bor. Petrushkani hamma qismi foydali. Tomiri ham, tanasi ham, barglari ham juda foydali, azizlarim. Petrushka bilan sabzini aralashtirib sharbat tayyorlab ichsangiz, bu organizm uchun juda ham foydali. Petrushka odamni tinchlantiradi, asablarni tinchlantiradi, uyqusizlikni oldini oladi. Petrushka haqida bilganlarim mana shular. Do'stlarim, menga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Keyingi videolarni ko'rishguncha Allohimga omonatsiz.